Meni kim deb o'ylayapsiz? Hozir bu ustalarni bir gap bilan adabini berib qo'yaman. Qaravorish, klient keldi, kimdir bormi? Keling aka. Assalomu alaykum. Yursan, shogirdlar yugurgan mashinam 11-2 milli avtomat korobka. Bor aka. Qani ko'rsatchi. 2,5 mingga tika olaman. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Ustimdan kulyapsanmi meni? Qayerga avtomat buni? Nima bo'lyapsiz-ya? Ko'ryapsiz bu mashinani. Avtomat korobka injektor gidravlika qilingan bu mashina. Agar gapingga javob bera olasang, mana senga shu. Ko'ryapsiz bu mashina. Hop. Ko'ring. Avtomat korobka. Ishlaydimi buni ish qilib? Ishlaydi aka, yondiring. Gidravlika degding-ku. Yondiring deyapman sizga. Tuzuysan-ku. Yana nima qilishgansan bu mashinaga? Aka, bu mashinamizga injektor qilingan, gidravlika avtomat qo'yilgan, matitsk qo'yilgan bunga. Uka, endi oshiqcha qilib yubording. Och kapotni. Oching kapotni. Torting. Ko'rdingizmi aka? Injektor qilingan, mashina karburatör bo'ladi. Gidravlika qo'yilgan bu mashina. Avtomat korobka, matitsk korobkalari qo'yilgan, radiator korobka. To'g'ri aytibsan, gap. Bu senga, mashina menga. Bu Tika avtomobilimizda qilingan ishlari. Oldin kelganda mexanika korobka, prostor rol, karburatör motorida unga qilganimiz avtomat korobka hamda gidravlika qilib ishlarni go'zal holatda bitirib berdik hamda injektor qildik. Xizmatlar bo'lsa pastda nomer qoldirib qo'yaman, aloqa qilib kelasiz. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'ng'irtepa tumani Hamkorbank yonida.